Hurmatli obunachilar, hurmatli tomoshabinlar, bugun mana Pastdarg'om Juma Chandir qishlog'idan Sherzodboy obunachimiz ukamiz ketdilar. 2023-yil Damas'ni avto e'longa mana shu YouTube'ga, Instagram'ga bizlar e'lon berganmizlar. Boshlang'ich to'lov $100 bilan chiqarib beramiz degan. Akajon $100 ortiqcha xarajat qilmadingizmi? Hammasi realnimi, haqqonimi? Akajon yaxshi kunga mining, baraka toplang. Xo'p, oylik to'lov qancha chiqdi? 2.800.000 so'm oylik to'lovi bilan 5 yil muddatiga chiqdi. Boshidan $100 pul bilan olib ketyaptilar. Aka, omon bo'ling. Bu ishonmaganlarga video. Ko'pchilik keladi, ko'radi, qani u mashina desak, bankka ketgan, sotildi desak, ishonmaydi. Mana endi hozir bank tugadi, endi video qilyapmiz-da. Haqiqatan to'g'ri, obunachilar. Kelaverasizlar. Sagjana yangi yo'lga manzilimiz. Hurmatli obunachilar, sog' salomat bo'lasizlar. Mana shu mashinani berdik. Mana. Hozir endi haydab ketadilar Sherzodjon, Jumaga Chandirga ketadilar. Hurmatli obunachilar, kelaverasizlar. Nomerlarigacha. 2023. Hurmatli